2006-yildan 2015-yilgacha asosan sotuvlarimiz B2B segmentda bo'lgan bo'lsa, B2B deganimiz biznes bo'lib, biznesga sotgan bo'lsak, keyingi MyTaxini 2015-yilda ishga tushirishimiz natijasida biz ko'proq B2C, ya'ni insonlarga, odamlarga sotishni boshladik. Endi u yoqda ham odamlarga sotardik, lekin u yerda biznesni ishchi sifatida yoki bo'lmasam biznes egasi sifatida sotib olishardi. Maxtrack Workida MyTaxi keyinchalik Expressga motor ishga tushirganimizdan keyin biz ko'proq marketing qila boshladik va u yerda sotuvlar boshqacha qurilgan B2C da va MyTaxida asosiy sotgan birinchi sotuvimiz bu kim bo'ldi? Bu taksoparklar bo'ldi. Taksoparklarning egalariga ishontirishimiz kerak edi. Sotuv degani nima degani? Bu ishontirish, olish kerakligini, ishlatish kerakligini. Biz ishontirishimiz kerak bo'ldi. Taksoparklar egalariga bu MyTaxi platformasiga haydovchilarni ulashi foydaliligini. Ikkinchi sotgan odamimiz bu haydovchilar bo'ldi. Haydovchilar nimaga sotdik? Ulardan pul oldingmi bunga? Yo'q, pul olganimiz yo'q. Sotuvda har doim siz pul olmaysiz. Sotuvda balki u odamlarni sizga pul to'lashi mumkin yoki bo'lmasam o'zini vaqtini to'lashi mumkin. Masalan, MyTaxini birinchi haydovchilarga sotganimizda MyTaxini birinchi haydovchilar, platformamizga ulangan birinchi haydovchilar bizga nima berdi pul o'rniga? Ular bizning dasturimizni ishlatdi, lekin o'sha dasturimizni o'zini planshet bilan berardi. Planshet bilan dasturi yoqib turishi va zakaz kelganda u zakazga borish bir majburiyatini oldi. Shu bilan ular to'ladi. Agar mana shu g'oyani ularga sota olmaganimizda, masalan, aytgandaki MyTaxiga ishonmayman, yo sizlar masalan produktinglar yaxshi ishlamayapti, mijoz kelishiga ishonmayman, yo men bu planshetni ishlatmayman, qo'ymayman, men o'zimni qilayotgan ishim bor, meni boshimga qotirmaydi deganda haydovchilar bizning biznes o'xshamasdi. Demak, biz birinchi bo'lib mashinalarni ta'minlashimiz kerak shaharda. Bu mashinalar soni masalan birinchi vaqtda 15 ta edi, keyinchalik 30 ta bo'ldi va bu mashinalarga keyingi berishimiz kerak bo'lgan narsa, masalan, bizani doimiy sotib olishi uchun, ya'ni doimiy ishlatishi demayman, bu ishlatishini o'zi sotib olishi. Ular manfaat ko'rsa, masalan, MyTaxi haydovchilari bizani dastur ishlatishdan manfaat ko'rsa, ular bizani doimiy ishlatadi va bizani mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni o'sha taksida yuruvchi odamlarga. Endi keyingi etap sotishimiz kerak bo'lgani bu mijozlarga, ya'ni taksida yuruvchi odamlarga sotishimiz kerak edi. Ularga sotayotgan narsamiz nima bo'lgan? Ya'ni ularga sotayotgan pitch deymiz yoki bo'lmasam taklifimiz. Biz MyTaxi platformasini yaratdik. Bu platforma sizni eng yaqin, sizga yaqin bo'lgan haydovchi bilan ulaydi va u bilan siz telefonda umuman gaplashmaysiz. Sizni lokatsiyangiz programmada karta orqali aniqlanadi va bu haydovchi sizga buyurtma qilganingizdan keyin 10-15 daqiqada oldingizga keladi degan taklif bo'lgan. Bu endi 2015-yilda bo'layotgan. Hozir MyTaxi 3-4 minutda keladi, juda tez keladi va mashinalar soni hozir 10 mingtadan oshib ketdi. O'sha vaqtda boshlaganimizda 10 ta 15 ta haydovchi edi. Demak, mijozga aytamiz, biz sizga tayyorlab qo'ydik shu narsani, ishlatib ko'ring deymiz. Va buni narxi masalan ko'chadagi taksi bilan bir xil. Unaqa katta farq qilmaydi. Ayrim joylarda arzon ham deymiz. Va bu yerda mijozlar olib programmani ochib ishlatib ko'rishdi. Bossaki mashina oldi masalan 30-40 mingta keladi. Qarasa 10-15 mingta kelyapti. Hech kim telefon qilmayapti. Voy deyishdi, bu magiya-ku deyishdi. Chunki kam edi. Bizda shu vaqtda dastur beruvchi kompaniyalar, bitta kompaniyalar paydo bo'lgan edi va ular ham o'sha yaxshi ishlamasdi. Va buni ishlatgandan keyin kartada mashinani qimirlayotganini, qayerda kelayotganini ko'rgandan keyin zo'r deb ishlatishni boshlashdi va asosiy o'sishimiz MyTaxida bu bizning mijozlarning boshqa mijozlarga tavsiyasi bo'ldi. Mijozlarimiz o'rtoqlariga, tanishlariga, qarindoshlariga hammaga MyTaxini ulavor. MyTaxida oson mashina buyurtma qilasan deb ular yordam berishdi tez o'sishiga. Bu yoq tomonda bo'lsa bizning haydovchiligi keng tarqalishimizga va sotishimizga ikkita sabab bo'ldi. Bitta sabab bu haydovchilarimiz yaxshi pul ishlayotganidan va uzoq yurmayotganidan, qisqa masofalar yurayotganidan xursand bo'lib o'zini
tanishlari, akasi, ukasi, o'rtoqlariga tavsiya qilishdi. Va ikkinchi qilgan narsamiz, qanaqa qilib biz MyTaxida haydovchilarni ko'paytirishimiz mumkin, qanaqa qilib buni marketingini arzon qilishimiz mumkin degan holatda biz referral programmasini ishlab chiqdik. Referral programmasi nima degani? Bu tavsiya programmasi. Biz aytdikki, MyTaxi haydovchilariga agar sen boshqa haydovchi olib kelib, mana shu MyTaxiga ulasang, sen orqali kelsa, senga har bitta olib kelgan haydovchingga masalan boshida 50 ming so'm beramiz dedik. Keyin 100 ming so'm beramiz dedik. Bu narxlarni oshirdik. Nima shu natijasida masalan haydovchilar bo'ldi, 10 ta o'zining orqasidan haydovchi olib keldi va 50 mingdan o'sha vaqtda 500 ming ishladi. Endi bu 2015-yilda hozir masalan 100 ming, 150 minggacha ham masalan beramiz ayrim referral programmalar ishga tushganida. Ya'ni bu yerda sotuvni o'zimiz emas, to'g'ridan to'g'ri, balki sotuv agenti sifatida o'zimizning MyTaxi haydovchisini ishlatdik. MyTaxi haydovchisi bizi uchun sotish ishini bajardi. Chunki mana shu boshqa haydovchini olib kelib ulasa, uni o'zini qiziqishi bor edi. Ya'ni shuni tushunishingiz kerak, biznes qilayotganda o'ylab modellashtirishingiz mumkin. Agar sizga juda ko'p mijozlar kerak bo'ladigan bo'lsa, buning uchun referral programmalari ishlab chiqishingiz mumkin. Referral programmalari orqali sizning mijozlaringiz o'zi siz uchun boshqa mijozlar qidiradi. Ya'ni bunga juda ko'p bir klientlar, sotuv agentlarini ishga olishingiz, ularni oylikda ushlab turishingiz kerak bo'lmaydi. Va bizning asosiy ishimiz nima bo'ldi ofisda? Shular olib kelayotgan haydovchilarni tekshirish, saralash va ularni sistemaga ulash, platformaga ulash bo'ldi. Shu bilan biz shug'ullandik. Shuning natijasida MyTaxi tez o'sishi imkoni bo'ldi. Va bu yerda sotuv, demak, haydovchilarga bu tomonidan yuklatilgan, ikkinchi tomondan bo'lsa, mijozlarga sotuv bo'lsa, bu marketing, ya'ni SMM, Facebookda o'sha vaqtda yoki bo'lmasam mashinalarga nakleykalar yopishtirish orqali marketing qilindi va ikkinchi qilingan tomoni bu yaxshi produkt berishimiz orqali mijozlarni o'zi boshqa mijozlarga tavsiya qildi va shuning natijasida bu tez o'sdi mijozlar bazasi. Bu ham masalan qanaqa qilib sotuvni bu yerda yo'lga qo'yganimiz haqida.